maqom qanday? Rahbarning huzurida turish maqomi bor u yerda. Endi bu mo'min banda, musulmon banda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni shaharlarida u zoti muborakni ziyoratiga borgan, u zoti muborakni ravzai muboraklarida, hujrai muboraklarning yonida turgan holatda, ana o'shanday holatda bo'ryaptimi? Sergak tortish kerak desa. Qayerda turganligini his qilish kerak. Hozirlanish kerak, taraddudlanish kerak, xushbo'ylanish kerak. Har xil haligi o'zida bo'ladigan salbiy hislatlarni tashlab borish kerak bo'ladi. Ana shu ilmdan bexabarligimiz uchun ko'p odobsizliklarni holatini ko'rdik, guvohi bo'ldik.